Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan bo'linish belgilar mavzusidagi mustaqil ishlash uchun topshiriqlar qismiga keldik. Doskaga yozilgan 20 ta misolni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Birinchisidan boshlaymiz. Birinchisi aytyapti. Natural sonlar orasida toq va juftlar qanday aniqlanadi debdi. Xo'p, toq sonlar 2 ga bo'linmaydigan sonlar, juft sonlar 2 ga bo'linadigan sonlar. Shundan farqlaymiz. Keyingisi 3 ni ko'ramiz. Xo'p, agar 13 ko'paytirilgan a tub son bo'lsa, a sonini toping debdi. Men 13 ni qaysi songa ko'paytirsam tub son hosil bo'lyapti. Buning uchun 13, xo'p, qanaqadir birdan boshqa son bo'lsin deylik. Unda o'sha son 13 ga va a ga bo'linib qoladi. Bizga tub son degan o'ziga va 1 ga bo'linishligi kerak. Shuning uchun a teng bo'lishligi kerak faqat 1 ga. Qolgan holatda tub son chiqmaydi. 3 dan keyin 5-misol. Eng kichik ikki xonali tub son hamda eng kichik juft raqam ko'paytmasini toping debdi. Eng kichik ikki xonali tub son 11 edi. Hamda eng kichik juft raqam. Eng kichik juft raqam necha? 0 bo'ladi. 11 0 ga ko'paytirsam 0 ekan. Javobimiz 5 dan keyin 7 ni ko'ramiz. 7-misolda aytayapti. 3, 7, 2 raqamlarini foydalanib nechta 3 ga karrali 3 xonali son yozish mumkin deyapti. Raqamlar takrorlanishi mumkin. Yozib chiqamiz. Ketdik. Xo'p, 3, 7, 2 qo'shsam necha? Qo'shsam 9, xo'p, plus 3 12 3 ga bo'linadi ekan. Ya'ni hamma kombinatsiyasini ko'rsam 3 ga karrali son hosil bo'ladi. Bu degani takrorlanmasdan yozganimda 3 ta xonaga joylashtirishligim mumkin men. Birinchi xonaga nechta son qo'yishligim mumkin? 3 ta son qo'yishligim mumkin. Ikkinchi xonaga nechta son qo'yishligim mumkin? 2 ta son. Bittasini qo'yib bo'lganman. Xo'p, keyingi xonaga nechta son qo'yishligim mumkin? Bitta son qo'yishligim mumkin bo'ladi. Bu takrorlanmasdan yozgan holatimda. Demak, necha xil imkoniyat chiqyapti? Bunda 6 ta bo'ldi. Endi takrorlangan holatlar qaysilar bo'ladi? 3, 3, 3. Xo'p, 7, 7, 7 bo'lishligi mumkin yoki 2, 2, 2 bo'lishligi mumkin. 3 ga bo'linadigan sonlar yoki xo'p, qolgan holatlar bo'lishligi mumkinmi? Qaysi bittasini olsam, bittasi 2 marta qatnasa bo'lmaydi ekan. Qo'shsam 3 ga bo'linmaydigan son hosil bo'ladi. 6 ta qo'shilgan 3, jami 9 ta bo'ldi. Bular qaysilar? Ko'rib chiqaylik, mayli. Xo'p, 372 bo'lishligi mumkin yoki 327 bo'lishligi mumkin. 3 bilan boshlangan 2 bilan boshlangan 273 bo'lishligi mumkin yoki 237 bo'lishligi mumkin. Keyingisi 7 bilan boshlangan 723 bo'lishligi mumkin yoki 732 bo'lishligi mumkin. Bularning hammasi mana bu oldi sonlar edi. Ya'ni qo'shsam hammasini raqamlar yig'ilsa 12 bo'ladi. 3 ga bo'linadigan sonlar. Jami 9 ta deb javob beramiz. 7-misol tugadi. 11-misolni ko'rishni boshlaymiz. 11-misol aytayapti. Berilgan sonlarning nechtasi 2 ga bo'linadi, lekin 4 ga bo'linmaydi deyapti. Xo'p, 2 ga bo'linsin. 2 ga bo'linishligi uchun oxirgi raqami juft bo'lishi kerak. Shular 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linmaydi. 4 ga bo'linadiganini ajrataylik. 34. Xo'p, 4 ga bo'linmaydi. 42 4 ga bo'linmaydi. 56 4 ga bo'linadi, ajratdim, o'chiraman. 02 4 ga bo'linmaydi. 78 4 ga bo'linmaydi. Demak, 1 2 3 4 tasi 4 ga bo'linmaydi, lekin 2 ga bo'linadi deb javob beraman ekan. 11 dan keyin 14 ni ko'ramiz. 14-misolda quyidagi sonlarning qaysi biri 2 ga, 3 ga va 5 ga ham bo'linadi deb savol qo'yapti. Xo'p, 2 ga ham, 3 ga ham va 5 ga ham bo'linsin degani bir vaqtda oxirgi raqam 0 bo'lishi kerak. Xo'p, 5 ga bo'linadigan juft sondan oxirgi raqamni topib olaman. Bular 0 bo'ldi. Xo'p, buni o'chiraman, chunki bu 2 ga va 5 ga bo'linmaydi. Endi uchalasini tekshirib ko'raman. Bular 2 ga va 5 ga bo'linishligi aniq bo'ldi. 3 ga bo'linish belgisi qoldi xolos. Xo'p, 3 ni o'chiraman. 4 ga 2 6, buni ham o'chiraman. 5 ga 1 6. Demak, bu uchalasiga ham bo'linadi ekan. 9 ni o'chiraman. 8 ga 1 yana 9, 2 ga 4 6. Bu ham uchalasiga bo'linadi ekan. Keyingisi 8 ga 4 12, 7 ga 2 9, 1 ortib qoldi. Demak, bu bo'linmaydi ekan. Bu sonim bo'linmaydi. 2, 3 va 5 ga. 14 dan keyin 19-misol. Quyidagi sonlardan 30 ga bo'linadiganlarni ajratib yozilyapti. 30 ga bo'linish belgisi qanday edi? Xo'p, shuni ko'ramiz. Bir marta qolganlariga ko'rsatma beraman. 5 ga va 6 ga bir vaqtda bo'linishligi kerak. Yoki men aytishligi mumkin yana qanday? 10 ga va 3 ga bir vaqtda bo'linishligi kerak deb aytsam ham bo'ladi ekan. Qaysi biri qulay bo'lsa, o'shadan foydalanib bajaraman. Menga 10 va 3 ga bir vaqtda bo'linishligi qulayroq ekan.
Xo'p, 30 ga bo'linadigan sonlar 0 bilan tugashligi kerak. Buni o'chiraman. Buni ham o'chiraman. Qolganlari 0 bilan tugab, bu degan 10 ga bo'linyapti. Endi 3 ga bo'linadigan ajratib chiqsam bo'ldi. Misolim tugaydi. Xo'p, 3 ni o'chiraman. 4 ga 1 5 bo'lib qoldi, 3 ga bo'linmadi. Demak, bu o'chadi. Xo'p, 1 ga 2 3 bo'ldi. Demak, bo'linadi ekan bu sonim 30 ga. 3 ni o'chiraman. 5 ga 2 ni qo'shsam 7, 30 ga bo'linmadi. 7 1 1 9 ni beradi, o'chiraman. 2 ortib qoldi, demak 30 ga bo'linmadi. Qolganlari ham xuddi shunday bajarib qo'yiladi. 3 ga bo'linishligini tekshirib qo'ysam bo'ldi bu sonlarimni. Xo'p, 19 20 dan 24-misolgacha ko'rsatma beraman men. Qanday? Quyidagilardan 36 ga bo'linadiganlarni ajratib yozing debdi. 36 ga bo'linish belgisi qanday bo'ladi? Bo'linish belgisini oldingi mavzu bilan yaxshilab o'rganib oldik. Xo'p, 36 ikkita tub sonning ko'paytmasi shaklida tasvirlayman. 4 ko'paytirilgan 9. Men sonlarimni 4 ga ham bo'linishligini tekshiraman, 9 ga ham bo'linishligini tekshiraman. Agar ikkalasiga ham bo'linsa, sonlarim 36 ga bo'linadi deb javob beraman. Faqatgina sizlardan tekshirib qo'yishlik qoldi. Berilgan sonlarni. 21-misol. 40 ga bo'linadiganlarni ajratib yozing deyapti. 40 ga bo'linish belgisi qanday bo'ladi? 5. Xo'p, 5 ga bo'linishligini tekshiraman men. Keyin 8. Chunki 48 ko'paytirilgan 5 ikkita tub sonning xo'p, ikkita o'zaro tub sonning ko'paytmasidan iborat. 8 ga bo'linishini tekshiraman ekan, keyin 5 ga bo'linishligini tekshiraman ekan. Agar ikkalasiga ham bo'linsa, berilgan sonlarim 40 ga bo'linadi deb javob beraman. 22 da 45 ga qanday bo'ladi endi 45 ga bo'linish belgisi? 5 ga bo'linishligi kerak va 9 ga bo'linishligi kerak. 5 ga bo'linadigan sonlarni hamda 9 ga bo'linadigan sonlarni ajrataman. Ikkalasi bir vaqtda bo'linganlari 45 ga bo'linadi deb javob beraman. 23 24. Xo'p, 23 da 72 ga bo'linish belgisi. 72 qaysi ikkita o'zaro tub sonning ko'paytmasidan iborat? 9 va 8. 8 ni 9 ga ko'paytirishimiz 72. Ikkalasi o'zaro tub son. Shuning uchun 72 ga bo'linish belgisi qanday desa, 8 va 9 ga bir vaqtda bo'linsa deb javob beramiz. Bu sonlarning ichidan 9 ga bo'linadiganini ajrataman, 8 ga bo'linadiganini ajrataman. Xo'p, ikkalasiga bir vaqtda bo'linadiganlar 72 ga bo'linadigan sonlar bo'ladi. Keyingisi 24. 25 ga bo'linish belgisini yozing va quyidagilarni 25 ga bo'linadiganini ajratib yozing debdi. 25 ga bo'linish belgisini aytaman men. 4 niki bilan bir xil. 4 kare 25 nechini beradi? 100 ni beradi. Shuning uchun 4 niki bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni 25 ga bo'linish belgisi oxiridagi ikkita raqamdan tuzilgan son 25 ga bo'linsa, berilgan son 25 ga bo'linadi. Birinchi 55 25 ga bo'linmaydi, o'chiraman. 00 25 ga bo'linadi, 75 25 ga bo'linadi, 80 bo'linmaydi, 50 bo'linadi, 60 bo'linmaydi, 25 bo'linadi, 00 bo'linadi, 45 bo'linmaydi deb javob beraman. Demak, men ajratgan sonlarim 1 2 3 4 5 ta sonim 25 ga bo'linadi deb javob beramiz. 26-misolga keldik. Xo'p, son 8 ga qolliqsiz bo'linsa, x raqamini qabul qilish mumkin bo'lgan eng kichik, eng katta qiymatini toping debdi. Hop, 4x 4 sonimni 8 ga bo'lib ko'raman. X raqamini qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta qiymatni toping. Men 8 ga bo'linadigan qaysi sonni o'ylab ko'ray. Aytaylik. Hop. 400 ni o'zi 8 ga bo'linadi. Demak, unga qaysi sonni qo'shsam yana 8 ga bo'linadigan son hosil bo'ladi. Ya'ni 8 ga nechidandir boshlasam bo'ladi. Hop, 8 ga urin 80, keyin 480, 488, 496 bo'lar edi yoki oxiri 4 bilan tugasin hamda 8 ga bo'linadi. Ikki xonali son qaysi bo'ladi? 496. Agar 6 bo'lganda shuni 9 deb olardim. Lekin men 4 bo'lganligi uchun 88 bo'linadi yoki 76. Xo'p. 88, 80, keyin 72 yoki 64. 464 bo'lganda 464 sonim 8 ga bo'linadi. Shuning uchun x teng ekan nechiga qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta qiymati 6 ga. 29 ni ko'ramiz. Xo'p, 6 xonali son a raqam nechta qiymati 3 ga qolliqsiz bo'linadi deyapti. Yana 2 1 2 5 1. Xo'p, 5 ga 1 ni qo'shsam 6 o'chirib tashlayman. 2 qo'shilgan 3 a paydo bo'ldi. Menda teng ekan nimaga? 3 ga qolliqsiz bo'linadi. Demak, xo'p, 2 dan kattaroq son. Nega aniq 3 bo'lishligi mumkin aytaylik. Yoki necha bo'lishligi mumkin? 6, 9, 12, 15 bo'lishligi mumkin. Tekshirib ko'ramiz. 2 ni bu yoqqa olib o'tsam 1 paydo bo'ladi. 1 taqsim 3 bo'lib qoladi. A bo'lishligi mumkin emas. 6 desam, xo'p, 2 ni olib o'tsam 4 paydo bo'ladi. Bu ham bo'lishligi mumkin emas. Ya'ni
6 qolgan son A raqamining nechta qiymati 3 ga qoliqsiz bo'linadi deb javob beryapti, savol beryapti. Xo'p, nima deyman men? Bu qanday son? 3 ko'paytirilganda 3 ga bo'linadigan son. Xo'p, bunga 2 ni qo'shib qo'ysam qanday son hosil bo'ladi? 3 ga bo'linmaydigan son hosil bo'ladi. Ya'ni 2 qo'shilgan 3 ni 3 ga bo'lsam, men doim 2 ortib qoladi. Shuning uchun A raqamining qanday qiymatida desa, nechta qiymatda deyapti? 0 ta qiymatda bo'ladi. Ya'ni A ning buni o'rniga qo'ysam 3 ga bo'linadigan son hosil qiladigan qiymati yo'q. 29 ni ko'rdik. 32-chi misol. Aytyapti. Xo'p, yig'inda ikkita yig'inni berilgan. 3 ga qoliqsiz bo'linadigan yulduzcha o'rniga raqamning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar ko'paytmasini toping debdi. Xo'p, qo'shiluvchilarning har bittasi 3 ga bo'linsa, yig'inda ham 3 ga bo'linadi yoki 3 ga bo'linish belgisidan raqamlar yig'isidan foydalaning. 5 ga 1 ni qo'shsam 6. Xo'p, 4 qoldimi menda? Bu 6 ni ham o'chiraman. Qo'shaman bu 4 ni plus yulduzchani. Mana shu son 3 ga bo'linishligi kerak. Bu 3 ga bo'linish belgisidan kelib chiqayotgan hodisa bo'ladi. Xo'p, 4 ga 4 ni qo'shsam 8, 8 ga nechini qo'shsam yulduzcha teng bo'lishligi mumkin ekan 1 ga yoki 9 bo'ladi shunda, yoki 4 ga yoki 7 ga teng bo'lishligi mumkin. Shunda 3 ga qoliqsiz bo'linadigan sonlar paydo bo'ladi. Birinchisi 1 ni topdim, qolganlarini topishlik uchun 3 ni qo'shib ketyapman. 32 ga tugadi, 35 ni ko'ramiz. 35 da aytyapti. Son 30 ga bo'linsa x plus y ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni aniqlang debdi. 30 ga bo'linish belgisi aytdim 10 va 3 ga bo'linishligi kerak. Demak, y necha bo'ladi? Albatta 0 bo'ladi. Endi 2 ga qo'shilgan 5 qo'shilgan x 3 ga bo'linishligi kerak ekan. Shuning uchun 7 ta qo'shilgan x 3 ga bo'linyapti. Bundan kelib chiqadi. X necha bo'lishligi mumkin? 2 bo'lishligi mumkin yoki 3 ni qo'shaman 5 bo'lishligi mumkin yoki yana necha bo'lishligi mumkin? Xo'p, 2 5 yana 3 ni qo'shaman 8 bo'lishligi mumkin x ning qiymati. X plus y ning qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni aniqlang deb. X plus y 2 bo'lishligi mumkin ekan, 5 bo'lishligi mumkin ekan, 8 bo'lishligi mumkin ekan. Chunki y 0 ga teng. 35 dan keyin 39 ni ko'ramiz. Komil ikkita tub sonni qo'shdi va 73 hosil bo'ldi. Bu ikkita tub sonni toping debdi. Qanday sonlarni qo'shganimizda 73 hosil bo'ldi. Avvalgi mavzu oxirgi misolda ko'rgan edik. Ya'ni 90 ga men juft sonni qo'shsamgina 90 hosil bo'ladi. Bu 73 90. Demak, 73 ga hosil qilishlik uchun qaysidir juft tub songa toq tub sonni qo'shyapman. Juft tub sonim necha edi? 2 edi. Demak, 71 qo'shilgan 2 deb javob beramiz. Bu ikkita tub son 71 va 2 ekan. Qolgan holatlar mumkin emas, chunki qolgan sonlarning barchasi, ya'ni qolgan barcha tub sonlar toq bo'ladi, 2 dan boshqalari. 39 ni ko'rik, 44. 44-chi misol. Yunus, Yusuf, Dilshod va har biri bittadan tub son o'yladi. Ular o'ylagan sonlarni ko'paytirgan edi, 1001 hosil bo'ldi. Shu sonlarni toping debdi. Xo'p, yodlab oladigan narsamiz 1001 3 ta tub sonning ko'paytmasidan iborat. Ular qaysilar? 7, 11 va 13. Ular o'ylagan tub sonlar xuddi shu tub sonlar bo'ladi. Buni yodlab olishligimiz kerak. Misolni ham ishlab bo'ldik. Shu sonlar bo'ladi deb javob beramiz. 48 ni ko'ramiz endi. 3 dan katta tub sonni 6 ga bo'lganda qanday qoliqlar qolishligi mumkin? 3 dan katta bo'lsin, tub son 6 ga bo'lganimizda qanday qoliq qolishligi mumkin deyapti. Misol sonlarni ko'raylik. Xo'p, 3 dan katta 4 sonimiz bor bizda, keyin 5 bor. Keyin 6 bo'ladi. Xo'p, 7 bor. 8 bor. Xo'p, 9. 9 deylik. Xo'p. Yo'q, bizda tub son degan ekan, adashdim men. Xo'p. 3 dan katta tub son necha bor? 5 bor. Keyin 7 bor. Xo'p, keyin 5 7. Xo'p, 11 bor. Keyin 13 bor. Keyin 17 bor. Xo'p, 6 ga bo'lib ko'raylik. Necha qoliq? 5 qoliq. Bunda 1 qoliq, bunda 5 qoliq, bunda 1 qoliq, bunda 5 qoliq qolyapti. Aytishligi mumkin men 5 va 1 qolishligi mumkin deb aytaman. Chunki bu qayerdan kelib qoladi? 5 va 1 doim bo'lishligi qanday isbotlaymiz? 3 dan katta tub son menda bo'lishligi mumkin. Xo'p, 3 k plus, ya'ni
3 ga bo'linadigan sonlarni chiqarib tashlayman tub sonlardan. 6 dan keyin aytaylik 7 keladi. Misollarni ko'raylik. Umumiy holatda 6 n plus 1. Shular tub son bo'lishligi mumkin. Yoki 6n plus 2 bu tub son bo'lishligi mumkin. Ya'ni 6 ga karra son 2 ni qo'shsam yo'q. Juft son bo'lib qoladi. Juft son tub bo'la olmaydi. Keyin 6n plus 3 bu tub son bo'lishligi mumkin? Yo'q. Chunki 3 ni chiqarib yuborsam 3 2n plus 1 paydo bo'ladi. Ya'ni 3 ga bo'linadigan son. Keyin 6n plus 4 desak. Bu ham juft son bo'lganligi uchun xoliq tub son hisoblanmaydi. 6n plus 5 desak, bunda 5 xoliq qolishligi mumkin. Bu tub son bo'lishligi mumkin. Keyin 6n plus 6 6 ga qolsa bo'linadi. U ham tub son bo'la olmaydi. Shuning uchun faqatgina 1 va 5 xoliq qolishligi mumkin deb javob beramiz. Bu yerda isbotni keltirib o'tdim. Xo'p, biz qaysi misolni ko'rdik? 48 ni ko'rdik. Endi 49 ni ko'ramiz. Qanday sonlarning natural bo'luvchilar soni 3 ta bo'ladi debdi. Qanday sonlarning natural bo'luvchilar soni 3 ta bo'ladi? Ko'raylik. Xo'p, 6 ning natural bo'luvchilar soni qaysilar? 1, 2, 3 hamda 6. 4 ta bo'lib qoldi. Menda shu natural bo'luvchilar soni 3 ta bo'lsin deyapti. Buning uchun xo'p, aytaylik, ikkita ixtiyoriy sonning ko'paytmasi bo'lsin. A ko'paytirilgan b. Bu sonimning natural bo'luvchilari qaysilar bo'ladi? 1 bo'ladi, a bo'ladi, kamida b bo'ladi. Xo'p, a b yoki xo'p, a ko'paytirilgan b bo'lishligi mumkin. 4 ta bo'lyapti. Bizda mana shu narsa 4 ta bo'lmasligi uchun a ham b ham bir-biriga teng bo'lishligi kerak. Ya'ni tub sonimning kvadrati. Xo'p, tub sonimning kvadrati. Masalan, 2 ning kvadrati necha bo'ladi? 4. 4 ning natural bo'luvchilari 1, 2 va 4. 3 ta bo'ldi. Yoki 3 ning kvadrati nechta? 9 bo'ladi. Natural bo'luvchilari 1, 3 va 9. Xo'p, javob beramiz ekan 49 da qanday sonning natural bo'luvchilar soni 3 ta desa, tub sonning kvadratining natural bo'luvchilar soni 3 ta ekan. 51 gacha qolganlari uyga vazifa bo'ladi.